Siz avtomobil haydaysiz, lekin avtomobilga ko'pchilik tushunar tushunmas holatda bo'ladi. Chunki mashinamiz nimaga qattiq yuradi, aka deyshadi. Mana birinchi o'rinda balonga bog'liq o'rtoqlar. Balonimiz yengi, o'ziniga juda ham qattiq va probegi ko'p yurib qo'ygan mashina. Shu sababdan 4 ta yangi balon olib keldilar egalari. Biza albatta Ado xizmatlardan Rishesan bloklarni Mercedes eksklyuzivniy avanzatorlarni stonovka qilib va shu bilan birgalikda oldi kolodka, GM rostakasi bilan stonovka qilib beramiz. Hozir zakaz qilganmiz, xudo xolasa inshaalloh bitirib beramiz. Lekin oksimizni bitirib bo'lganimizdan keyin razvalga olib kirib, mashinani polniy moykaga jo'natib yuboramiz. Shunaqa xizmatlar kimgadir kerak bo'lsa, o'rtoqlar, bizga telefon qilishingiz mumkin. Kuzatishda davom etinglar, inshaalloh zo'r bo'ladi degan umiddamiz.